Assalomu alaykum. Mana kechagi qarmoqlar. Ko'rsating deganlarga-da bu. Bor ekan, mana ey. Biz tomonda ham bor. Bo'ldi, yo urmadi, tagi bilan yaxshi keldi. Ha, уже keldimi? İşi tortib qo'ying. Deb patsak. To'tayap kelaman aka. Qulluq bo'lsin aka. Bu aka ilonchoq qo'shadi. Oo. Olaman ekan men nima? Nimaga? Qarmoq sinib ketdi, qarmoq. Olaman, mana shunday ko'tarib olaman buni. Katta ekan. Aka, patsagingiz berasak olamayman ekan buni. Katta ekan, qarmoq ham sindi. Bitta ushapman yaxshisini ushab qo'yibman. O Hadixon uydami? Kim bor edi uyda? Ha, qulluq bo'lsin, ne o'zimga. Ha? O'z sizlarga ham bo'lsin. Ichib qulluq bo'lsin demadi-ku. Voy asal, joningdan deydi. Mana. Voy asal. Nakalar. Qo'g'on tayyorga o'tib ketdi baland. O'tirasan. Mashina ustiga to'plamaylik. Maqtavalar bor, maqtavalar kelinglar. Chiqaraman. Qulluq bo'lsin. Qulluq men ham ishlayman ekan ey. Bloger ekanmiz ekan. Bloger akamiz ham mana. Kelaverasizlar. Hozir men sovuring. Bunga bedoz solish kerak, bo'lmasam usholmaymiz. Sakana kutdingmi buni? O'g'larni otishadi. Kelaverasizlar akalar. Bolish ekan, bolish. Novosida. Qulluq bo'lsin. Qulluq ey. Mana shunday bo'lsa buni kutaverib buni. Bunaqa barani. Kutaverib mana akalar. Meni ham olib yurishib ketdi. Mana leskalar qo'shilib kelyapti-yu. Shuni hisoblagan.
Buni to'g'irlash kerak endi hammasini. O'zi rosa o'ynatayotdi deb aytdim bu yerda-chi. Malol. Patsaydi berib oling aka, qizim. Bu yoqda. Sekin chiqarib oling. Bor ekan mana buqalaridan ha. Qulluq. Bilar katta ekan, bilar. Yomon buzuqar ekan lekin. O'g'irlashib qoldi bu kimga? O'g'irlashib qoldi, kattaroq ekan bu. Bo'ldi, ko'rdim aka, mana shunday olib olsam bo'ldi. Rahmat aka. Qulluq. Mana shunday. Siz mana olmonni olib. Yo'q, olmayman-da. Yo'q, bu menda qarama yo'qmi? Ongilashib qoldi, to'xtab turinglar. Shu olib o'tirayin dedim. Qulluq bo'lsin. Rahmat aka, sizlarga ham bo'lsin. Tutmaganlarga ham bo'lsin. Bunisini otib qo'ying endi. Balo lekin mana shu to'g'rida ekan, xolos. Mana shu joyda ekan. Yomon yutibdi-da o'zi bu-chi. Mana chiqdimi? Qulluq bo'lsin aka. Qulluq. 7-si bo'ldi aka. 7-si, 6-si ekan. 6-si ekan akamizning. Kelaverasizlar. Mana qarasiz, ko'kcha bu yoqdan chiqib ketdi naborat tomondan. Bularni yo'lni qiyib qo'yamiz. Bularga ham Bir yo'lda rasul. Hozir aka mana ilash bor. Shuna bog'lasa ekan, tashlagim kelyapti. Endi bular Mana aka. Bo'ldi? To'xtatdi. Qulluq bo'lsin. Rahmat. Eski buni. Qarmoq vashi og'ir qarmoq bo'ldi bugun. Akana mana yemini mana solyapmiz. O'zimga ilash qildi shuncha. Bor. To'xtang.
Tortan o'tdi. Vo, o'tdi. Ha, bo'ldi, o'tib ketdi. O'tib ketdi. Katta eganda kan shuncha qarab ketyapti. Qo'g'an yeb ketyapti, beg'am, pichib o'kam yulduz. To'xtayapti, tagidan. Yo'q, yaxshi kelyapsiz. Ha, mana uni ustidan olaman o'zim. Ko'ko'z yo'q qoldi. To'xtab tur sen, mana olaman. Yo'q, ilashtir uni. Mana bunday o'g'illar. Qalma. Ay yo'q, evet, tutib oldim xolos. Mana kides bo'lib o'rlashida bor. Bilmayman qanday o'rlashib ketdi bu. Bondami? Telefon tuvatandı o'zi. Ha, keldi, akalar otda qitag'an boshdan kelyapti-yu. Mana aka, qo'rqom yo'da. Tutolmaganlarga qo'chqar bor sotiladigan deb qo'y. O'rtaga tashlab o'tiribman aka. Sizlardan iltimos akadan bittasi o'laydi. Bor ekan sana jonivor. Ha? Tutu yiltiroq baliq keldi. Oo, yiltiroqqa yarasha ekanda, aytdim-ku. Ha, rahmat. Pulli bo'lsa qo'chqar ekan sotiladigan. Ko'pga bo'larsan. Xo'p, rahmat.